Bugungi videoyimda Zahiriddin Flowers'da sotilayotgan Kiparis Arizonika archalarini hammasi bilan tanishtirib o'tishga qaror qildim. Demak, e'tiborlar markaziga birinchisi balandligi 2-2,5 metr oralig'ida keladigan shunaqangi piramida shaklida parvarish qilingan Turkiyadan keltirilgan Kiparis Arizonika archalari. Bularimizni ko'p olib kelib qo'ydik. Narxi bo'lsa 1 million so'mdan ekan. Hozir men qolganlar bilan tanishtirib o'taman. O'zi nima uchun Kiparis Arizonika archasini juda ham ko'p ekishyapti? Sababi oddiy. Birinchidan bularning ranglari juda ham chiroyliligida, ya'ni estetik jihatdan jozibador. Ikkinchisi ulardan keladigan xushbo'y hid. Uchinchisi hamma iqlimga adaptatsiya bo'lishi. To'rtinchisi sovda ham, issiqda ham bog'larimizni, ko'kalamzor hududlarimizni juda ham yaxshi bezab turishi. Shu sababli ko'pchilik hozirda aynan shu archani ekishni reja qilishyapti yoki tanlab ekishyapti. Videoni davom etamiz. Balandligi 1.8-2 metr chiqadigan 800 ming so'mdan bo'lgan Kiparis Arizonika archamiz. Bu qatorda bo'lsa balandligi 3-3,5 hattoki 4 metrgacha yetishi mumkin bo'lgan Kiparis Arizonika archamizni narxi bo'lsa 2 million 700 ming so'mdan. Spiral shakldagi Arizonika Kiparislar bilan tanishtiraman. Bu 1.7-1.9 chiqadigan Kiparis Arizonikamiz Italiyadan keltirilgan. Narxi bo'ladigan bo'lsa 1 million 900 ming so'm. Byudjetim sal kamroq deydigan bo'lsangiz 1,5 metr chiqadigani ham bor. Bu ham Italiyadan keltirilgan. Bunimizning narxi bo'lsa 1 million 500 ming so'm. Bo'yi baland bo'lsin deb o'sha italyanskiy dotganingizda arzonrog'i bor deb 1 million 500 minglik o'sha narxdan bo'lsin deydigan bo'lsangiz Turkiyadan keltirilgan spiralimiz ham bor. Bunimizda bo'lsa 1 million 500 ming so'm etib turgan deb bo'yini balandligi 2,5-3 metr chiqadi. Yana bizotimizda balandligi 4-5 metrga yetib qolgan, ingichka qilib yaxshilab formirovka qilib kesilgan Kiparis ham bor. Bunimizning narxi 3 million 100 ming so'mdan ekan. Juda ham ozg'in ekan, sal qalinroq bo'lsin, bo'yi balandligi qolsin deydigan bo'lsangiz, mana ularda 2-3 yosh katta bo'lgan, balandligi ham biroz uzunroq, 5-6 metr tashkil qiladigan Kiparisimiz ham bor, spiral shaklda. Bunimizning narxini bo'lsa 5 million so'mdan qilib beryapmiz. Va 6 million 200 ming so'mga bo'lsa haqiqiy bo'ylari ham baland, yaxshi formirovka qilingani mavjud. Buni ham balandligi ko'rib turibsiz, anchagina baland, to'g'risini aytsam o'lchamadim. Menimcha 6 metrdan baland bo'lsa kerak. Endi kelib o'zingiz o'lchab baho berishingiz mumkin. Spiralni ko'rsatingiz, oddiysini ko'rsatingiz, pomponchalari yo'qmi deganlar uchun albatta o'rtoqlar pomponchalari ham bor. Mana shunaqangi qopto'cha qilib chiroyli qilib formirovka qilib kesib qo'yilganlarini Italiyadan olib kelishgan. Mana bularimizni narxi bo'ladigan bo'lsa 1 million 820 ming, balandligi bo'lsa 1.7-1.9 metr chiqar ekan. Bu ko'rsatganing kichkina ekan, menga haqiqiy gigamoni kerak degan bo'lsa, mana gigamonidan ham bor. Bunimizning narxi bo'lsa 6 million 800 ming so'mdan. Bunda aniq shtampi visi yo'q deb o'ylayotgan bo'lsanglar, shtampi visi ham bor. Ikkita dona bo'lsa ham narxi 2 million 420 ming so'mdan, balandligi bo'lsa 2,5 metr tashkil etadi. Mana shunaqa noodatiy shtamp shaklga keltirilgan konussimon shtampdagilarimizni 1 million 340 ming so'mdan sotib olsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Kuchli matonat va sabr bilan videoni shu joygacha tomosha qilganlar uchun atigi 30 ta dona qolgan, balandligi 1 metr chiqadigan Turkiyadan olib kelib parvarish qilingan Kiparislarimiz bor. Narxini bo'lsa 360-380 ming deshdi. Dedim 300 ming so'mdan berib yuboramiz dedim. 300 ming so'mdan kelib olib ketsanglar bo'ladiganlari bor. O'zi kam. Kimga kerak bo'lsa, haqiqatan archaga parvarish qilishni niyat qilgan bo'lsa, mana 300 mingdan kelib tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Bu videoda imkon qadar Zahiriddin Flowers maskanimizda qanaqa Kiparis Arizonika archalari borligini obzor qilib berdim. Videoni ko'rib va bu archaning arzoni bor, qimmati bor deyishinglar mumkin va bu fikringlar o'rinli. Sababi O'zbekistonda raqobatbardosh bozor mavjud va bozordagi narxlarni talab va taklif belgilaydi. O'ylaymanki, bizdagi narxlar ham arzon emas yoki qimmat ham emas. O'ylayman sifatiga loyiq. Ishonmasangiz, bizning pitomligimizga tashrif buyurib, o'zingiz o'simliklarni tomosha qilib, ko'rib tanlab olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot va bizning manzilimizni bo'lsa, mana videoni tagiga va izohiga ham yozib qoldiryapman. Undan tashqari blogerlarga o'xshab bir narsa aytaman. Xudo xohlasa bu videoyim 1000 ta yoki 1000 tadan oshiq layk yig'adigan bo'lsa, sizlarning e'tiboringizga bularning kichkina sensalarini ham taklif qilaman. Shuning uchun hozirroq videoni ko'rganingizdan keyin men videoyimga layk, kommentariy, podpiskalar bosib qo'yinglar va xudo xohlasa tez orada kichkina sensalarni sotuvga chiqishini ham kutinglar.